Gül chiroy qiz malika, gul malika, suyganimsiz malika. Gül chiroy qiz malika, malika, kuygunimsan malika, malika. Gül chiroy qiz malika, malika, suygunimsan gul malika, malika. Malika sağlamlıq məhsullatları. Mening ismim Jasur. Men bir taksi shoferi. Men bu xizmatni qilayotgani necha 10 yil bo'ldi. Men har bir kunimni asosan yo'l yurish bilan o'tkazaman. Men bu xizmatni qilgan kunimdan boshlab xafalık bilan xushallik turmushimda har kuni yuz berib turdi. Xafalıkni bo'ldi o'ylamaylik qo'yay. Lekin xushallikni o'ylasam, necha hafta ilgari yuz bergan heliqi ishlar yodimga kelib qoladi. Yo'q, men yo'lda mashinada to'xtatib hozir tomoq yedim. Hozir bekka sho'p ketdi. Bir kun mashinada borgansiz. Salomatlik muhim. Tez qaytib keling, ha? Hozir kiraning nihoyat yaxshi vaqti. Pul degan o shunday vaqt topmasam qanday vaqt topma. Uning ustiga mashinani bugunlamaydi desam ya. Qarang Jasur, sog'lom, salomat bo'lsak pulni deb olg'ili bo'ldi. Ma'qul, men misal turib borma, ha? Telefonni qo'yib etdim. Aliye, to'xtama. Dayvarsiz. Namus bo'laydi. Aliye. Aliye. Ishechmi? Aliye. Ishechmi? Qizchaq, meni ortiq qishqarlashdi deb qolmang. Bu yigit sizdan nimangiz bo'lishidan qat'iy nazar bunday yuguraversa, biror qatnashchilar chiqmaydi degan olmaydi. Qarab boqma. Bu hozirgi kaylimizda. Qo'ng'iz qo'g'lamamda o'z qildi. Shunda bo'lsa-mu, o yigitga bir qatam bo'lsa-mu tushuntirish fursati bering. Shunda qilamdiq. Mashina to'xta ya. Ma'qul bo'ldi. Hey Aliye, bu sizden dem qilganimiz.
O'zingiz bilasiz, Aliya. Biz hammamiz aldirash. Bugungi kunda bolalarning hammasi yig'ilib, aramda vaqt chiqarib, yig'ilib o'ltirgan vaqtda siz ketaman deb kesiz qanday bo'ldi? To'g'ri, aranda chiqilgandinglar. Ko'notronglar qaytib chiqib qolganda qachon? Boshlarda so'zna kamsan bo'lmamdi. Tamam yaxshi o'tirdinglar. Hey Aliya. Siz bunda qasddan ta'tillik qilmisiz bo'lmamdi? Men shunday ta'tur, unday gapingiz bormi? O'zingiz his qilmadingizmi? Qarashlaringiz shundan boshqacha. Uy o'ynamagan bo'ldi. Nima? Men texnik nima bo'ldi ekan debman. Asli shu ishmidi? Aliya, siz bek sezgirishib ketdingizmi qanday? Burun bir mezgil haqiqatan shunday ish bo'lgan. Lekin u qachonqi ishlar? Buni savodashlarning hammasi biladi. Siz vijdoningizga o'ylab boqing. Bizning bu 3 yil osonga to'xtamadi. Bugun ko'pchilik bilan aram bir yig'ilgan vaqtda aslida men mush fursatdan foydalanib, ko'pchilikning oldida sizga to'y taklif qo'ymoqchi edim. Ham shundaqlamish bayramdan keyin siz bilan to'y qilganimni ko'pchilikning hammasiga demoqchi edim. Menga yatliq bo'ling, bulamda. Sal turib ko'pchilik bizga tang baxt tilaydi. Salom. Bo'lmasa biz kendimizga qaytamdik. Yo'q, men qaytmayman. Aliya, bo'ldi joyli qilmang, biz qaytib ketdik. Yaşlıq hayatının cilvesi, ayolluq sübtinin kapaleti, sağlamlıq elçisi, Gül Melike. Ustam başını qo'zg'atmang, men qaytmayman. Aka, xafa bo'lmay, birdan turib turamsiz. Puklarim. Sizlar mening ikki og'iz gapimni anglanglar. Salom. Menimcha bo'lganda siz beklar ochirib aytdingiz. Bu hamma ishlarni sizga tushundirdi. Bu bir kichikgina ish, uning yuz bermagan ish emas. Ham bu ishlar men bilan munosabatli emas. Aslida men sizlarni bordigan joylarga olib qo'yib, pulinglarni ep ishimni qilib bergan bo'lsam bo'laveradi. Lekin masalaga qaraganda ko'pni ko'rgan. Bo'ynimizmi u qizga bakra qarab qolgandi. Lekin so'ngim sizga desam, har qanday er kishi chiroyli qizlar qarashni yaxshi ko'rdi. Lekin bu uning yomon niyati borligini ifoda etmaydi. Uning sizga qilgan yurak so'zlari va orzu-armonlari oldida bu kichikkina ish hech nimaga arzimaydi. Inson degan hayotida yuragidan suyib bersa, o'zini baxtli his qiladigan odamni uchratmoq nihoyatda tez. Sizlar bugun oylik ketdik, tatli oylik ketgan bilan, ertaga pushaymon qildilar chiqdi. Biroq men u yerdan qaytib chiqib bo'ldim. Amni kirsam yuzimni satolmamdi. Aliya, siz yana ortiq o'ylab ketdingiz. Biz hammamiz savolashtirsak, bo'ldi biz qaytib ketdik. Bo'ldi. Bugun sizlarning menga uchrab qolganinglar nihoyat yaxshi o'tdi. Men sizlarni bordigan boyoq joyinglarga haqsizlab turibdi. Bu sizlarning baxtinglar qilgan oddiygina so'g'an bo'lsin. Yo'q aka, unda qilsa qanday bo'ldi? Bo'ldi. Bu shunday bo'lsin. Endi siz hech nima demang. Balki boyoq do'stlaringlar sizlarni hozirmi saqlayotgan bo'lishi mumkin. Biz mangayli. Sizlarni olib qo'y. Bo'ldi aka. Rahmat.
Rahmat akam sizga. Rahmat. Şöbek avar qaytdı. Yolda dikkat qilaman sen. Maqla. Vay xotin. Sizni asirtib qo'ydim. Hozirroq ishlar bilan sizni saqitib qo'ydim. Meni kechiring. Men hozir boraman. Bo'ladi, tomoqni isitib turay. Tezroq qaytib keling, ha? Ha, ma'qul. Xo'sh. Yo'lda diqqat qiling. Siz bakli yaxshi jimoy xotin. Men sizni yaxshi ko'raman. Bag'at ko'rishaylik. Ma'qul. Xo'sh. Aslida inson liriklik muhabbatni orzulaydi. Lekin muhabbat uchun borlig'ini otig'ini sodiq qanchalik. Muhabbat degan bu so'z nima degan chiroyliq.